Navbatdagi yana bitta chiroyli obyektimizda sotuvga qo'yildi. O'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Yangi remontdan chiqqan barcha mebel texnikalari bilan ko'p turgan qismimiz mehmonxona qismi bo'ladi va bunaqa gullari bilan olib kelingan. O'zingizlar dizayniga 1 dan 10 gacha baho berib ketasizlar. Xonadonimizning xonalari razdelni joylashgan, ya'ni mana shu koridor orqali alohida kiriladi. Bu yoq podyezdga chiqish asosiy eshigimiz. Mana bu joyda esa asosiy yotoqxonamiz joylashgan. Yotoqxonani ham ko'rishingiz mumkin. Kengina, chiroyli qilib mana bu spanlilari qo'yilgan. Bu yoqda esa sanuzellarimiz razdelni joylashgan. Mana bu joyda hojatxonamiz joylashgan va mana bu joyda yuvinish xonamizni ko'rishingiz mumkin. Hop, stiralkalarigacha tayyor o'rnatib ketilgan. Xullas kalom barcha mebel texnikalari bilan birga berib yuboriladi. Hop, oshxonamizda balkonga chiqarilgan. Balkonimizda 1,5 ga 3 o'lchamda kuxonniy mebellarni ko'rishingiz mumkin. Xolodilnikigacha olib chiqib qo'yilgan. Oshxonaning o'rni esa 3-xona sifatida foydalanishga qoldirilgan. Bitta krovati chiroyli qilib joylashtirib qo'yishgan ekan. Chilonzor 12-kvartal Orienterga shirin chorrahani bersa bo'ladi. Farhadskiy bozoriga 500-600 metr uzoqlikdagi yo'l bo'ladi. 75 ming AQSh dollari so'ralyapti. Kelishadigan joylari bor. 4 qavatli binoning 3-qavatida joylashgan.